Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Ko'pchilik svarka ustakalarimiz so'ragan Uragan 1000lik hamda Impuls 300 lik kemping svarchini apparatlarimizni solishtirib, narx-navolarni aytib, funksiyalarini sizlarga tanishtirib o'tib ketamiz. Ungacha kanalimizga podpiska bosib, like tugmachasini qizartirib qo'yaverasizlar. Uragan brendidan 1000 lik kemping svarchini apparatimiz 5 kilogacha bo'lgan simlarimizda bemalol elitaveradi hamda gazli bezgaz ko'rinishda simlarimizda eritib beraveradi. 0.8 lik 1 likgacha bo'lgan simlarimizda yoqishga mo'ljallangan elektrodning funksiyasiga keladigan bo'lsak, 3 likgacha bo'lgan elektrodlarimizni bemalol eritib beraveradi. Apparatimizda tablosi bo'lmaydi, o'zini chiroqchalari bo'ladi. Apparatni tokka suqqanlaringda chiroqchalari yonib, ishlash jarayoniga keladi. Amperajlarini bemalol 1000 gacha ko'tarib foydalansalaring bo'laveradi. Apparatimizga garantiya 6 oyga beriladi. Impuls brendidan Germaniya texnologiyalari asosida ishlab chiqarilgan MIG 1000 kemping svarchini apparatimiz inventorli past toklarga ishlashga mo'ljallangan bo'ladi. Qishda toklaring 140-150 volt tokka tushib ketgan taqdirda ham apparatimizni o'zi bemalol legirovka qilib ishlayveradi. Gazli simlarimizni, bezgaz simlarimizni bemalol eritib beraveradi. O'zini tablolari mavjud, amperajlarini, voltlarini ko'rsatib turadi. Bemalol legirovkalarini qilib foydalanaverasizlar. Apparatimizga garantiya 1 yilga beriladi. Apparatlarimizni farqlarini ko'rishlaring mumkin. Impuls brendiga tegishli apparatimiz garantiyasi ham ko'p bo'ladi, ham o'zini tablolari mavjud bo'ladi. Yesiga keladigan bo'lsak, Impuls brendidan kemping svarchini apparatimiz Uragannikiga qaraganda og'irroq, gabariti ham kattaroq variantda bo'ladi. Narxi ham qimmatroq variantda do'konimizga yetib kelgan bo'ladi. Apparatlarimizning narxini kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, video tagida nomerlarimiz mavjud, aloqaga chiqib zakaz berishlaring mumkin. To'liq ma'lumotlarini ham shu nomerlarga aloqaga chiqib, so'rab surishtirib olsalaring bo'ladi. Kanalimizga o'tsalaring, apparatlarimizning ishlash jarayonlari mavjud. Bemalol ko'rib foydalansalaring bo'laveradi. Kanalimizga podpiska bosib qo'yishni unutmaysizlar. Video yoqqan bo'lsa, bittadan like qizartirib qo'yaverasizlar. E'tiborlaring uchun kattakon rahmat.